Assalomu alaykum. Mana bugun yana bir tarixiy kun. Ustozimiz Og'abek Sobirov Qoraqalpog'iston ham xalq artisti bo'ldi. Ustoz, tabriklaymiz. Alaykum assalom. Rahmat. Hammamiz shu yerda birinchilardan bo'lib yana tabriklatdik O'zbekiston. Vaqti uzatmay aylayman. Rahmat. Hammangizga nasib etsin. Bilan faxrlanamiz. Shoirlar, ustozlar, hamkasb do'stlar, hammangizga nasib etsin. Sog' bo'lasiz. Men chin dildan tilayman. Mana shu ulug' kunlarda avval yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimizni tanajonlari sog' bo'lsin. Dunyo turguncha tursinlar. Qalarsa Qoraqalpog'istondan tashrif buyurgan oqsoqolimiz, hurmatli inson Tursunxon Haydarovichning umrlari uzoq bo'lsin. Viloyat hokimimiz hurmatli Jo'rabek Rahimovich umrlari uzoq bo'lsin. Hammasini o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'lasiz. Yangi yil hammaga omadli, baxtli yil bo'lib keltirgan bo'lsin. Sog' tabriklaymiz. Rahmat. Abiga ustozni tabriklaymiz. Akam bilan birga shu akam bilan. Birinchilarni